Xitoyda bo'lib o'tgan 17 ballik super tayfunni ko'rdinglarmi? Bu super tayfun Dragasa deb nomlanar ekan va ma'lumotlarga ko'ra u Filippin, Tayvan va Xitoy davlatlarida bo'lib o'tibdi va bularning ichida eng ko'p aziyat chekkani Xitoyning sohilbo'yi shaharlari bo'libdi. Ushbu Xitoyda olingan kadrlarga ko'ra super tayfunning kuchi hattoki 17 ballgacha yetibdi. Bilmaganlar uchun tayfun o'zi bu tropik siklon bo'lib, sohil bo'yidagi okean yoki dengiz suvlarini kuchli shamol tezligi bilan shaharga yo'naltiradi. Endi esa Xitoyga qaytadigan bo'lsak, tayfun bo'lishidan bir necha kun oldin Xitoy hokimiyati xavfli zonalarda yashovchi odamlarni zudlik bilan evakuatsiya qilishdi. Bundan tashqari deyarli barcha korxonalar va ish joylari ma'lum muddatga o'zlarining ish faoliyatlarini to'xtatishdi va Xitoyda deyarli hech qanaqa joy ishlamadi. Hattoki Xitoyning ba'zi zonalarida tayfun shunchalik suvni balandga ko'targanida odamlari elektr energiyasidan jabr ko'rmasligi uchun o'sha zonalarda elektr energiyasini majburiy o'chirishga to'g'ri kelibdi. Meni o'ylashimcha, ushbu kadrlar xuddi kinolardan olinganga o'xshar ekan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa vaziyatga sizlar tushganinglarda nima qilgan bo'lardinglar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Va mana shu tayfunni har xil rakurslardan olingan, har xil insonlar olgan videolarni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Va keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.